Bugun bitta xonadondan ikkita mashina sotuvga kelgan o'rtoqlar. Ikkalovi ham Tinu. Captivadan boshlayman. Atigi 38 ming kilometr yurgan kraskalarni top-toza deyaptilar. Bemalol ustinglar bilan tekshirib olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu mashinani o'zi olib berganlariga ko'p bo'lmagan ekan, adalariga olib beribdilar. Benzin rasxodi sal ko'proq bilasizlar, Captivada. O'shaning uchun ikkala mashinamni ham sotib, bitta qimmatroq elektromobil olib beraman deyaptilar. Lekin narxini sizlar uchun zo'r narxga ko'ndirib qo'yganman. Videoga bitta like bosing, men mashinani ko'rsataman. Captivamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan 3 litrli motorda bo'ladi. Bilasizlar, 2.4 ga qaraganda 3 litrli hadovoyroq, talab kuchli bo'ladi. Mashina qop-qora, kraskalari top-toza deyaptilar. Probegi 38 ming kilometr yurgan. Sobir Ahimov Botir akada tekshirtirgan ekanlar, ko'pchilik taniydi u insonni. Hop, mashina polniy full shumka bo'lgan. 4 ta yangi balon taqilgan o'rtoqlar. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tarpetkalari, obshipka barlari juda ham tinch holatda bo'lib turibdi. Даже скоростidagi KPPsini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holati tinch idealniy bo'lib turibdi. Bizlarni hali ham obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, podpiska tashab qo'ying, shunaqa zo'r mashinalarni kuzatib borasizlar. Yaqinda korobka moy, motor moylarini alishtirib qo'yganlar, o'zim haydab ko'rdim. Hadovoylari ham juda ham yumshoq, idealniy mashina ekan o'rtoqlar. Bosib oladigan joyi. Narxini 20 ming dollar atrofida deb keldilar. Rosa savdolashdim sizlar uchun 18.900 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Esingizda bo'lsa, ani kuni xuddi shunaqa oqini 18.800 dollarga qo'ydim. 32 ming yurganni 1 soatda sotilib ketganingiz talash bo'lib, bu qorayu bu ham inshaalloh tez sotilsa kerak. Egalar nomer pastda bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Aytgancha, ani orqa Malibu 1 e'lonni ertaga ertalab qo'yib yuboramiz.